Yoshimiz kattaygan sari labimiz atrofida mayda ajinlar hosil bo'ladi. Ularni massaj yordamida yo'qotish mumkin va oldini olish mumkin. Mening ismim Komila. Mening kanalimda siz o'zingizga yuz massaji bajarishni o'rganasiz va go'zalligingizni tabiiy yo'llar bilan saqlab qolasiz. Bugun sizlarga lab atrofida hosil bo'ladigan ajinlarni yo'qotish uchun va oldini olish uchun massaj va mashqlarni ko'rsatmoqchiman. Undan oldin tushuntirib bermoqchiman. Bilasiz, yoshimiz katta bo'lgan sari mayda ajinlar tushadi labimizni atrofiga. Bu nimadan? Ya'ni biz gapiramiz har doim, ovqat yeymiz yoki trubochkadan ichimliklarni ichamiz. Sizga maslahatim, trubochkadan yaxshisi ichmang, chunki uni ham ta'siri bor ajin hosil bo'lishida. Ovqatlanish, trubochkada ichish kabi labimizni atrofidagi mushak spazmga kiradi. Ya'ni qotib boshlaydi. Buning natijasida terida ajinlar hosil bo'lishni boshlaydi. O'shaning uchun nima qilamiz? Massaj qilamiz va bu mushaklarimizni bo'shashtiramiz. Boshida mashqlar ko'rsataman, ya'ni kremsiz bajarishingiz mumkin bo'lgan mashqlar. Ya'ni mashq bajarganimizda krem shart emas. Faqat massaj qilganimizda krem kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Mana bunaqa qilib havo chiqarasiz. Bunaqa havo chiqarganingizda mana shu labingizni atrofidagi mushaklar bo'shashadi. Va yana bir narsa, bu mashqni bajarayotganingizda ko'p kislorod chiqarganingiz natijasida boshingiz aylanishi mumkin. O'shaning uchun bu mashqni o'tirib bajarishni maslahat beraman va boshingiz aylansa bu norma, bir pasdan keyin o'tib ketadi. Va ko'p bajarmang. 3-4 marta bajarsangiz yetarli. Demak, boshladik. Meni ham boshim aylandi. Keyingi mashqimiz, mana shunaqa qilib tutib turamiz lablarimizni uchini va faqat labimizni to'rtburchak qilib ochishga harakat qilasiz. Mana. Ya'ni labingiz chiqib ochiladi mana bunaqa qilib. Bu o'sha qismdagi mushaklarni bo'shashiga, ochilishiga yordam beradi. Yedi 8 marta bajaramiz. Va aytib o'tmoqchiman, bu massaj mashqlar labingizga ob'yom beradi. Ya'ni botoks effektini ham berishi mumkin. Nimaga? Chunki labingizni atrofi mushak bo'shashdi, qon aylanishi yaxshilandi va lablaringiz chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Endi massajlarga o'tamiz. Krem suramiz labimizni atrofiga. Mana. Endi boshlaymiz. Demak, mana yuzimizdagi mushaklarimiz, mana yanoqimizda mushaklar hammasi kelib mana bu yerda birlashadi. Va labimizni atrofidagi mushak ham birlashgan. Mana shu qismni tutib olasiz ikki chetdan. Va mana shunaqa qilib massaj qilasiz.
Endi keyingi massajimiz bu labimizni atrofini mana shunaqa qilib tortasiz. Mana. Pastni yana bir marta. Bu massajni haftasiga 3-4 marta bajarsangiz bo'ladi. Mening videomga like bosishni, sahifamga obuna bo'lishni